Assalomu alaykum qizlarjonlar, yaxshimisizlar? Mana shu qizimiz o'ntasi 220 so'mlik narsadan zakaz qilgan edilar. Qizlarjonlar, boshdan boshlab aytganman, orasidan tanlab olsalaringiz narxlari o'zgaradi deb aytganman qizlar. Mana bu qizimiz yozdilar, qaranglar. 7-chislaga yozganlar, zakazlarim qachon chiqarib yuborasizlar deb. Уже men 9-ga chiqaraman desam, mani to'yim bo'ldi уже deyaptilar. Bu menimcha g'irt yolg'onchining ishi bo'lsa kerak. Mayli, insof o'zlariga bersinlar, gapirdim. 8-9da to'ylar ekan. Уже bugun chisla 10 ekan. 8-9da to'ylar ekan. Xo'p, kecha bo'lishlari kerak ekan 8-9da. Umuman yolg'onlari bilan haqiqatlari ham to'g'ri kelmayapti. Yolg'on gapirmanglar qizlar, narsa olmoqchi bo'lmasalaringiz, opa, ololmayman, sharoitim to'g'ri kelmadi desalaringiz bo'ladi. Yolg'onni yomon ko'raman birinchidan. Ikkinchidan yolg'on gapirgan odamni ham yomon ko'raman. Mana shu qizni Allohga kifoya qildim. O'zi biladi. Yana aytadi-ku, ikkitasini 25 ming so'mdan 50 ming so'mga berdik, ikkita tilla qo'shib ushlab olib. 25 ming so'mdan qilib berding-ku, deyapti. Hammasini 10tasini bitta joyda olinglar, olsalaringiz 25 ming so'mdan tushadi. Shunda 250 ming so'm bo'ladi 10ta aksessuar deb aytganman. Yo'q, bilmayman. Ongi bilan urushib qolganmi ba'zi qizlar miyasi bilan. To'g'rimiz.